Assalomu alaykum. Mana bugun yana bir mijozimizga shu kuxni mebelni o'rnatib berdik. Shu kuxni mebelimizni mana Iqbol akam uylariga o'rnatib berdik. Mana Iqbol aka, endi ishlarimiz yoqdimi sizga? İşlerler juda zo'r ishlari yoqdi. Hamma yo'q joyida. Chiroyli chiqdi. Bu ishimizni aka manzili qayerda edi sizga? Masalan, Andijonga o'zimizga o'rnatib bergan manzilini o'zingiz aytib bering. Qaysi mahalla, qaysi nima? Jalaquduq. Jalaquduq tumani Hasanqovoq MFI Yuksalish ko'chasida 4-uyga o'rnatib ketishyapti. Xudo xolasa mana chiroyli qilib o'rnatib berdik. Sizlarga endi qisqacha obzorni qilib beraman. Zakaz bermoqchi bo'lsanglar, bemalol telefon nomerim 90 572 93 94. Shu nomerda Telegram bor. Aloqaga ham chiqsanglar bo'ladi. Endi bu ishimizni bir chekkadan obzorni qilib beramiz. Iqbol aka, endi xudo xolasa mana hamma yo'g'ini kamchiligi qolmadi. Xudo xolasa kamchilar. Sizlarga ham rahmat, ming marta. Bo'ldi aka. Uzoqdan kelib ketyapsizlar. Yaxshi kunlarga ishlatinglar aka. Xudo xolasa. Yana aytamiz, xizmatlar bo'lsa. Bo'ldi. Tanishilishlarga aytamiz. Hamkasblarga aytamiz. Bo'laveradi. Ishinglardan qoniqdim men. Bo'ldi aka. Rahmat. Xudo xolasa endi mana klientlarimizga chiroyli qilib obzorni qilib beramiz endi. Mana bir chekkadan ketsak, bu yerda mana mo'ykamiz, smestitilimiz joylashyapti. Tepasida sushurkasi bor. Past tomonida musor paqiri ham bor. Iqbol aka, mana ko'rib turganingizdek, mana yonboshlarini ham mana yaqinroqdan olaverasiz. Mana yonboshlarini ham butun holatda o'rab berdik. Bu yonboshlarini ham mana tepagacha tekis qilib, mana shuruplarni o'rni chiqmaydi. Xudo xolasa ko'ngildagidek bo'ldi. Starshnitsamiz ham qalin starshnitsadan qo'yilgan. Past tomonlarida polkalari ham bor, mana ko'rsanglar bo'ladi. Mexanizmlari ham yaxshisidan qo'yilgan. Eng qizig'i, mana bu ruchkalari ham yaxshisidan qo'yilgan. Hali ilib qolmaydi aka. Beozor ruchkalar deydi-ku, shunaqa. Tepa tomonlariga ham ikkitadan polka qo'yib berganmiz mana. Xudo xolasa. Bu mana taxtakachimiz ham bor. Plyuntislargacha qo'yib berganmiz. Tepasida bu yerda ham ikkitadan polka. Bu qosh soladiganlari ham bor aka. Mana past tomonidan ham foydalansangiz bo'ladi. Bu past tomoni ham haligi 06 MDF dan qilganmiz. Hali DP emas, oddiy DP emas. Yana buni solib, bu yerdan ham foydalansa bo'laveradi. Mexanizmlari ham yaxshisidan qo'yilgan. Eng qizig'i narxini endi oxirida aytaman. Bu yerda duxovkangiz mana joylashyapti. Gaz, vitishkasini tepa tomonlarini ham o'rab qo'yganmiz. Bu yerdan ham foydalansa bo'ladi. Sal teparoqdan ham olib qo'yasiz, otajon. Past tomonlari ham mana polkalari bor. Chuqurligi 1,5 metr bo'lgan, mana uzunligi ham 1,5 metr bo'lgan. Xudo xolasa chuqurliklari ham chuqur bo'lgan. Mikrovanovkani ham mana chiroyli holatda joylashtirganmiz. Past tomonida diodlari ham bor. Hozir ulanmaganligi sababli yaqa olganimiz yo'q. Endi mana mikrovanovkasi ham zo'r joylashyapti mana. Tepalari ham chuqur, ham ikkitadan polka har doimgidek. Bu xolodilnigimizni mana ikki yonlarini ham o'rab berganmiz. Eshigi mana ochilganda bemalol to'liq ochilishligi uchun. Bu ko'rib turganinglardek, mana mexanizmlarini ham ikkitadan qo'yib berganmiz mana. Endi bu ishimizning razmerlari общий uzunligi 390 bo'ldi. Yerdan balandligi 270 bo'ldi. Bu ishimizning narxini 1 metrini, pagonometrini 4 million 200 ming so'mdan qilib beryapmiz. Biz ishimiz ichida bo'ladigan narsalari qosh soladigani, musor paqiri, mo'yka, smestitili, sushurkasi bizning ishimiz ichida bo'ladi. Shu narsalar ichida bu taxtakachlari ham bor albatta. Pastidagi diodlargacha qo'yib beramiz. Endi Iqbol akam o'zi olgan narsalar duxovka, gaz, vitishkasini o'zi oldi. Bitovoy texnikasi, misol mikrovanovka, xolodilnik, hamma bitovoy texnikasi uyda gazdan bo'ladi. Qolgan shu mo'yka, smestitil, sushurkalar bizdan bo'ladi. 1 metrini, pagonometrini 4 million 200 ming so'mdan qilib beryapmiz. Xo'p, mana shu ishimiz hozir 4 metr joyga bo'ldi. 395 pashti 4 ham 16 million 800 ming so'mga bo'ldi. Bugungi sanamiz 23-dekabrda turibmiz. 2025-yildamiz. 2026-yilga o'tish arafasida turibmiz, xudo xolasa 3-4 kundan keyin. Xo'p, endi mana shu ishimiz bo'ldi. Kimga shunaqa sifatli mebellar kerak bo'lsa, telefon nomerim 90 572 93 94. Shu nomerda Telegram bor.
aloqaga ham chiqsanglar bo'ladi. Bizning manzil Andijonda. Ponni vodiy bo'ylab dastavkasini ichida qilib beraman. Endi boshqa joylarga bo'lsa, vohalarga bo'lsa, nima dastavkasini beradi. Toshkentga bo'lsa ham dastavkasini beradi, faqat vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. E'tiborlaringiz uchun rahmat.